Siz bay adam kirs bo'lmaydi dedingiz-ku. Men kirsam bo'ldi ekan. Nimishqa? Chunki mencha qarang boshqalar sen odam emas deydi. Başlamdıq ya başlamamdıq? Shundayman. Mana qilayli. Yana 10 minut saqlab boqayli. Agar kep bo'lmasa, boshlab berayli. Yani 3 minut belki. Sen saqlab turayli, ha? Oy. To'xtang. Aylanib menga. Nimishqa? Buyruq shunda. Lekin men bek oldir aytdim, qarang men kechikib qolmay hozir kirmsam bo'lmaydi. Mening nima ishim? Mening vazifam mashadin munosib odamlarni kirgizmaslik. Ha, tushundim. Tushundim deysiz-ku. Kirsingiz bo'lmaydi deyapman. Men tushundim. Siz bay odam kirs bo'lmaydi dedingiz-ku. Men kirsam bo'ldi ekan. Nimishqa? Chunki mencha qarang boshqalar sen odam emas deydi. Ha, men bu paran jarayonida sizlardan 3 tal savol so'rayman. Lekin esinglarda bo'lsin. So'ragan savolga bergan javobinglar sizning imtihondan o'tgan yoki o'tmaganligini belgilab qo'ydi. To'xtang. Siz odam bo'lmasangiz, ams nima? Menchu gapdan qo'sh. Gapdan qo'sh. Siz bay odam kirs bo'lmaydi dedingiz-ku. Men kirsam bo'ldi ekan. Nimishqa? Chunki mencha qarang boshqalar sen odam emas deydi. Mana odam turmamsiz? Sizning ko'zingiz shunday ko'ringan o'xshayman, lekin do'stlarimdan emas, mencha sen odam emas deydi. Shunda deb qo'yganlar odam bo'lmaydigan ish bormi? Shuning bo'lish ehtimolligim bor. Shermaysa. Qarang emas, bilmas. Mana bu. Shokolad. Ha, bu siz uchun bir shokolad, lekin tam uchinchi qarang bu qop-qora bir narsa. Mana bu. Shokolad? Bu bir shokolad, lekin bir ish uchun bu bir zahar. Buningdan shundoq yakun chiqadiki, buning siz nima deb at qo'ydingiz? Shokolad deb at qo'ydim. Buningga siz shokolad deb at qo'yganligingiz uchun buni biz shokolad deymiz. Shuning boshqalar men sen odam emas deydi. Shuni qaraganda men odam emas bo'lishim mumkin. Endi bu tushungansiz? O'g'irlikda qilamni nima gapingiz? Men sizga bu shokoladni sovg'at qo'y. To'xtang. Siz odam bo'lmasangiz, ams nima? Menchu gapdan qo'sh. Gapdan qo'sh. Vay aka biz bek saqlab ketdik deyman. Başlamdıq, başlamasanız ketaylik biz. Başlayla. Men keldim. Oy. Satoldi. Maktabda bolamning choy qutisi yiqilib ketdi. Ha, bo'ldi, tushundim, ha bo'ldi. Hanim bo'lsa ulgurib kelardingiz.
Unda olsa başlamdık. Ay başlaylı. Yılma pek saklap ketdik biz. Şu. Bu mınday iş köpçülük. Sizler muş en ahırkı imtihan basqıçıga kirgan 3 nafar imtihan bergüchi. Sizler aldığınız 2 qitimliq imtihanını g'albilik o'tib, mana bugun bu yerga keldinglar. Endi bugungisini imtihan demasakmi bo'ladi. Normal paranglish deb tushunsak bo'ladi. Men bu paran jarayonida sizlardan 3 tal savol so'rayman. Lekin esinglarda bo'lsin. So'ragan savolga bergan javobinglar sizning imtihondan o'tgan yoki o'tmaganligingni belgilab qo'ydi. Mayli xatolik o'tkazgan odam kimli bo'lsin, men o'sha naq maydon tuzitish berib, kelib chiqadigan ziyanni eng tuvanchakka tushiraman. Sizchi? Men cho'qim xoli joyiga berib, muvaffaq holatda tuzitish berman. Chiqtali boshqarib o'tgan. Qo'ping, bas o'tgan Bo'ldi. So'ragan savolga bergan javobinglar sizning imtihondan o'tgan yoki o'tmaganligingni belgilab qo'ydi. Tayyorliginglar bitdimi? Tutmay o'tib ketdi. Unda o'z birinchi savol. Men bir ishni xato qilib qo'ysam, menga naq maydonda tuzitish beramsizlar yoki xoliroq bir joyga berib tuzitish beramsizlar? Men deb baqay. Men o'sha naq maydon tuzitish berman. Nimishqa? Chunki bu xizmat ish degan chaqchaq qiladigan ish emas. Mayli xatolik o'tkazgan odam kimli bo'lsin, men o'sha naq maydon tuzitish berib, kelib chiqadigan ziyanni eng tuvanchakka tushiraman. Sizchi? Men cho'qim xoli joyiga berib, muvaffaq holatda tuzitish berman. Chunki ziyonni eng tuvanchakka tushirish muhim, lekin boshqaning yuz obro'yi uningdan muhim. Men jon tikib boshqaning yuz obro'yini qo'g'dayman. Sizchi? Men naq maydondimi, xoli joydim tuzitish bermayman. Nimishqa? Chunki u degan mening boshlig'im tursa, men uning izzat hurmatini qo'g'dishim kerak. Shunga naq maydonda hargiz uning tuzitish bersam bo'lmaydi. Hamda xoli joyda tuzitish berishimning texmi o'rni yo'q. Chunki izzat hurmat degan untinsiz bo'ldi. Shirkatga ziyon bo'lmaydimi? Yo'q. Xatolik hamon isbotlandi-da. Boshliq shu xatolikni bilgandan keyin men ayni vaqtda shu xatolikni o'zimning sezganligini, lekin boshliqning hurmatini qo'g'dash uchun demaganligimni aytaman. O chaqda boshliq buningdan keyin har qanday ish bo'lsa, mushunday xatolikni oldini olish uchun mening uni eskartib qo'yishimni aytadi-ku deyman. Unda bo'lganda boshliqning g'ururim yerga urilmaydi, menmi xatolikni isbotlash fursatiga ega bo'la olmayman. Ikkinchi savol. Mana ko'rib turibsizlar. Men mush o'rniqda o'ltiryapman. Shundaqmi? Endi sizlarning qanday amal ishlatishinglardan qat'iy nazar, qani qaysinglar men mush o'rniqdan o'rnimdan turg'iza olasizlar? Oy, o'tib ketdi boshliq. O'tib ketdi. Qo'ping. Chiqtali boshqarib o'tgan. Qo'ping, bas o'tib ketdi. Bo'ldi. Boshliq. Teshik chiqib qo'yib kirmamdi. Sizlar teshik chiqib qo'yaysam, kech uyga borib ayolimni dashlamaydi chiqib qolaman. Mana. Sizning talabingiz bo'yicha men savolni o'ziga aytdim. Xo'sh. Meni qanday qilib mush o'rniqda o'ltirg'iza olaysiz? Bo'ldi. Siz geldi. Boshliq. Teshik chiqib qo'yib kirmamdi. Sizlar teshik chiqib qo'yaysam, kech uyga borib ayolimni dashlamaydi chiqib qolaman.
sizga keldi. Başliq, menimcha bu savolingizni mas'ul bor. Nerede mesela var? O'ylab baxmamsiz, bu boshliqni o'rnidan turg'izish degan aql ishlatadigan ishmi emas. Balki bizni sizga hurmatsizlik qilishga, qo'pollik qilishga, yolg'onchilik qilishga zo'rlaydigan ish. Shuning menimcha bu talpingizda mas'ul bor. Menimcha siz savolni o'zgartirsangiz bo'ladi. Qanday o'zgartimi? Menimcha siz mundaq desangiz to'g'ri bo'ldi. Qani qaysinglar meni bu o'rindiqda o'ltirg'iza olaysizlar deb savol so'ragan bo'lsangiz texim qiziydi. Mana. Sizning talabingiz bo'yicha men savolni o'zgartdim. Xo'sh. Meni qanday qilib mush o'rindiqda o'ltirg'iza olaysiz? Başliq. Men sizni bu o'rindiqda qanday qilib o'ltirg'iza oladiganimni men uqmayman. Lekin sizning talabingiz binoan sizni bu o'rindiqdan turg'izib bo'ldim. Vazifam tugidi. Voy. Voy. Bunday ish bor? Muşta qism bo'lamda. Savolning talabida bunday qilib bo'lmaydi demagandu. Voy, bizni turg'izib bo'ldik, qoldi burun. Qiziq bo'ldi. Bo'ldi qilinglar. Bo'ldi. Endi 3-savol. Bizning markamizning ismi nima? Nazifa. Nazifa aka. Rahmat. Voy, najuridim. Shu bolamning choyqisi chiqilib ketibdi-ku, shu maktabiga bordim. Yana bir minut kechikkan bo'lsam, men amal qilmaydim juma. Bo'ldi bu gaplarni deyishmayli. Qacha ishga tushma. Qacha ishga tushma deb. Xabar kutaylar.